Qadrli do'stlar, menga kuniga yuzlab shunaqa takliflar keladi. Doktor Faxriddin, shu sizni taklif qilamiz restoranimizga, uyimizga ya dam olish zonalarimizga deb juda ko'p takliflar keladi kelgan patsientlardan boshqa. Men bu narsadan xursandman. Ular ko'pchiligini o'sha kimnidir men davolaganman, o'sha qilib bo'lmaydigan operatsiyalarni ham qilganmizmi, ish qilib shunaqangi shu farzandlarini yaxshi bo'lib ketgandan, chiroyli bo'lib, nafaslari yaxshi bo'lib ketgandan shu rozi bo'lib shu insonlar ko'p taklif qilishadi-da. Og'aylar, xudo xolasa, hammasiga men bora olmayman taklif uchun. Kattadan katta rahmat. Shu xudo xolasa pensiyaga chiqib olaylik 60 yoshdan keyin mana shogirdlarim yaxshi yetishib kelyapti, ular ham zo'r. Xudo xolasa 1-2 yildan keyin sekin-sekin ular ham boshlayveradi. Men yordam beraman, ular qiladi, men yordam asta-sekin ular o'zlariga sekin o'tib ketaveradi. Albatta men tepasida turaman. Shunda niyat qilib qo'ydim o'zimcha. Bir oyda 30 kun bo'lsa, shuni 10 kunini dam olishga qilaman. 20 kun yana ishlayman-da, shunaqa qilib.